Do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, gohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan uloq shapaloq. İşlerin yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. İşxonada kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida, yaxshi. Xodimlar yaxshi ishlayaptimi? Ha, albatta. Bir kun hammasini yig'asam, bir bor majlisga o'tkazib kelaman. Xo'p, bo'ladi. Yil sarf hisobini o'zingiz o'tkazib berasiz-da. Oilang ham tinchmi? Hammasi yaxshimi? Tinch desa ham bo'ladi. Nima bo'ldi? Xotin ketib qolgan, bir hafta bo'ldi. Urdingmi? Ha, yo'q, men ayol kishiga qo'l ko'tarmayman-ku. Nima qilding? Xullas, vannada edi. Kirayotganmidi, nima qilayotganini bilmayman. Chaqirdi, bordim. Biror narsa qilmaysizmi dedi. Nima qilaman dedim. Biror bezorlik qiling dedi. Qildingmi? Ha, qildim. Shuna shampunni oldimda ochib, yuzlariga oqizib suv tashadim. Keyin shampun tugab qolgandi, sovunni oldimda yuzlariga chaplab tashadim. Ana u borku parashok. O'shalarni boshlaridan quyib tashadim. Ana senga bezorlik. Keyin ketib qoldi. Tushunmadim. Rostdan ham bezor ekansan? Endi o'zi aytganiga bezorlik qilmanda. Ayolga ham shunaqa muomala qiladimi? Ey, biz rahbarlar oddiy insonlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Ishxonada qandoq tartib, odob bilan yursang, oilada ham xuddi mana shunday muomalada bo'lishing kerak. O'qimagan, tez borib kelin olib kel. Xo'p, bo'ladi boshliq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan uloq shapaloq. Xo'sh, ukajon, ishlar qalay ketyapti? Ha, yaxshi boshliq. Sidqi dildan mehnat qilyapmiz. Yasha, sidqi dildan mehnat qilish kerak, sadoqatli bo'lish kerak. Shaxsiy hayotda nima gap? Qachon uylanasan? Uylanishga xohish, imkoniyat bor, lekin yaxshi qiz topa olmayapman. To'g'ri. Bu masalada shoshish kerak emas. Qidirib, ko'rib, yaxshisini topib keyin uylanish kerak. Ha, o'zingiz kinoyani qanaqa topgansiz? Ha, bizni tanishuvimiz qiziq bo'lgan. Internet sabab. Yo'q-a? Instagram orqali tanishganmisiz? Ha, yo'q. Uyda bir kun o'tirsam, Wi-Fi o'chib qolibdi. Keyin ko'chaga chiqdim, pul to'layman deb. Paynetga borsam, kinoying o'tiribdi. Shu tanishib to'yib ketib qoldi-da. Tushunarli. Mana qara. Endi seni tog'ayni hurmati ishga kirgizib qo'ydim-u, lekin bilimingni bilmayman. Bizni ishda matematika, fizika, kimyo, adabiyot hamma fanlarni yaxshi bilish kerak. Tushundingmi? Ha, O'zi adabiyotdan yaxshi o'qiganmisan, biror she'r bilasanmi? zo'r she'r bilaman. Qani aytchi? Ko'paysa changlar, gardlar, kamayib ketsa mardlar, kesilsa dov daraxtlar, ko'rib ko'nglim to'lmaydi, hokim bo'lgim kelmaydi. Bu she'rni unut. Boshqa aytma. Bo'lmasa senga hech kim qarsak chalmay qo'yadi. Tog'ang ham qutqara olmaydi. Tushundim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Nigoraxon. Ta'tillari tugatib ishni boshlab oldingizmi? Ha, ishlarni ham boshlab oldim mana. Xo'sh, ta'tilda qayerlarga bordingiz? Qayerlarda dam oldingiz? Ha, ta'tilda hamma o'zbek ayollari qayerga borib dam olsa, o'sha yerda men ham dam oldim. Xo'sh, qayerlar ekan bu joylar? Ishlandiya, Afg'oniston, Kroatiya,
Birlashgan Problemalar Qo'shma Shtati, Bolaqariston davlatlarida dam oldim. Keyin Kambodiya, Qiyomiston, Shakarapiston davlatlarida ham bo'ldim. Tushunarli. Endi peshanada muhimi dam oldingiz. Xo'sh, birinchi ish kuni qalay o'tmoqda? Bilasizmi, ta'tildan keyin birinchi kun ishga chiqqan odam o'zini birinchi marta bog'chaga borgan boladek his qiladi. Qanaqa? Yig'lagisi, tezroq uyga qaytgisi keladi. Xo'jayin chaqirtirgan ekansiz, nima xizmat? Xullas, maslahatingiz kerak. Ha, bemalol, nima maslahatli ish bor? Ana u bor-ku, G'iyos Turdiyev. Ha, cho'tir. Ha. O'shanga bir muhim topshiriqni bermoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Unga ishonsa bo'ladimi? Ya xo'jayin, bemalol bo'ladi ishonsa unga. Aniqmi? Ya aniq muammo yo'q. Xo'p, nimaga asoslanib aniq deyapsiz? Menga qarang xo'jayin, oyligini oshganiga qancha bo'ldi? Uni oyligini oshirganimizga 2 yildan oshdi. Ko'rdingizmi? Haligacha xotiniga oyligi oshganligini bildirmas ekan. Yo'q, bilmas ekanmi? Bo'lmasa Turdiyev G'iyos nafaqat ishonchli xodim, balki haqiqiy mujik ekanda. Mujik. Ilg'orjon, nima kayfiyating yo'q? Ha. Boshliqni oldidan chiqdim-da. Tinchmi, nima bo'ldi? Boshliqning kayfiyati yaxshi. Qayerdan bilding? Oyligimni oshirishni so'ragandim. Rosa kuldi. Nega kulasiz? O'zi kuladigan gap gapiribsan-da. Nega topshiriqlar bajarilmagan? Ha? Hamma ishlar chala. Endi hozir boshqa birovni majbur qilib bo'lmaydi. Bilasiz, birpasda yozdi, chizdi, portal. O'zi tushunasiz-ku. Majbur qilmasangiz ham bir yo'lini o'ylab topinglar. Qanaqa yo'lini qilamiz? O'rgatib o'zimda hech narsa qolmadi. Hayronman sizlarga kim diplom bergan bu qovoq miyalaringga? Ha, endi uyma yuraylikmi yo? Uyma-uy? Kim uyda o'tiribdi hozir? Ha? Hamma tirikchilik bilan band. Ko'chada hamma. Uyda yurgandan foyda yo'q. Ya, xo'p, nima qilamiz endi? Nimadir ayting. O'quv yili boshlangan-a? Ha? Maktabga boringlar. Maktabga? Ha. Maktabda sinfma-sinf kirib, har bitta o'quvchini qo'liga qog'oz eslatma beringlar. Olib borib ota-onangni qo'liga berasan deylar. Keyin o'quv yili bilan tabriklaganda ham bo'linglar. Ana keyin u qog'ozni ota-onasi ko'rgandan keyin, voy, agar men bu topshiriqlarni bajarmasam, bolam maktabda uyalib qolishi mumkin deb harakatga tushadi. Gap yo'q. Miyaga gap yo'q, Zo'r g'oya bu. Bo'lmasa boshliq borib ishi boshlaydi. Tezlashing. Bugundan boshlanglar. Sog' bo'ling. Joyiga qo'yamiz, bajaramiz. Xo'p. Da. Mumkinmi boshliq? Nima gap? Topshiriqlaringizni bajardik. Siz aytgandek xodimlarni maktablarga jo'natdik. Xo'sh, Internetga tarqab ketdi, ko'rdingizmi? Yo'q. Nima deyapti internetdagilar? Butun xalq, bularning aqli joyidami deb yozyapti. To'g'ri-da. Axir bolalarimizni, farzandlarimizni dars jarayonlariga xalal berishga hech kimda haqqi yo'q-ku. To'g'ri. Ota-onasi bilan borib gaplash kerak bo'lsa. Bechora bolajonlarimizni aralashtirib nima qilasan? To'g'rimi? To'g'ri. Xullas, ana o'sha maktabga borgan xodimlarning barchasiga xizmat tekshiruv qiling. Jazolang. Xo'p. Boshqa bunaqa ahmoqgarchilik takrorlanmasin. Xo'p bo'ladi. Chiqing. Xo'p.
Oldingi rahbarlarga mazza bo'lgan ekanda, na internet bo'lgan, na telefon bo'lgan. Hozir ishlash ham qiyin bo'lib ketdi. Boshliq, hammasi aytganingizdek. Hamma xodimlarni jazoladik, urishdik, qilgan ishiga pushaymon yedi, boshliq. Aniqmi? Aniq. Ming martalab aytdim. Qulog'iga quydim. Bunaqasi bo'lmasin ikkinchi. Boshliq xafa bo'ldi dedim. Xalqdan ham uzr so'rasin bitta-bitta chiqib. So'radi, hammasi bitta-bitta so'radi uzr. Boshqa bunaqa ahmoqgarchilik qilmasin. Qancha asab, qancha rahbarlar telefon qildi menga. Qancha nerv tolalarimiz nobud bo'ldi. Shu yaramaslar deb. To'g'ri. Xalqdan uzr so'raydi, jazosini oladi, lekin bizdan uzr so'ramaydimi? Siz bilan bizdan uzr so'raydi, ham bitta choyxona qilib beradi. Yo'q, bo'lmasa tezlashtiring. Bugun boshqa rejalarim yo'q. Xo'p bo'ladi. Bajaramiz. Faqat bormay qolmang yana boshliq. Zo'r qo'yamiz choyxonani. Sog' bo'ling. Aybdorlar jazolanishi shart. Otam, mehnatdan tonimagan otam. Ha, Bugun ota sal uyga kechroq boraman. yana nimaga? Boshliq o'tiramiz deyapti. Endi boshliq odam yo'q deya olmaysizda ota. Ha, rahbar bilan o'tirasan, katta yeysizlar, keyin ichasan, bir ahvol bo'lib uyga kelasan, ha? Endi ota rahbar ol desa, yo'q deb o'tirmayman-ku. Endi yigitchilikda bo'ladi-da ota. Ha, senga doktor ichishni man qilgan-ku. Qaysi doktor? Mana men. Siz mol doktorisiz-ku. Ha, sal chiroyliroq qilib ayt, veterinar. Ish qilibdi. Siz shunaqasiz. Siz aytganingiz nima bo'lardi ota? Ovozingni o'chir. Ko'ppak. Ichgan odam men uchun it. It deysizmi, mol deysizmi? Rahbar aytgandan keyin men yo'q deya olmayman ota. Sog' bo'ling. Bo'pti, mayli. Kechroq boraman ota. Kimga o'xshadi bu? Tog'alarga o'xshadimi yo? Xavotirga o'rin yo'q. Hamshiraga aytaman, muolaja qilib qo'yadi. Endi 2-3 kun og'rib yuradi. Men hayronman-da, doktor. Hayotimda kasal bo'lmaganman. Bu dard qayerdan keldi bilmayman. Aka, hozir hamma kasal. Masalan, men ham ortiqcha yog'larga qarshi jang qilyapman. Urush e'lon qilganman. Oho! Hozircha faqat ortiqcha yog'larni asirga olyapti shekilli. Assalomu alaykum aka. Chap qo'ldan so'rashamiz endi, uzr ha. Tinchlikmi? Nima qildi qo'liga? Qo'limmi? Yara chiqibdi ukam. Shunaqangi og'riyapti, chiday olmayapman. Shuning uchun chap qo'l bilan so'rashga majbur bo'lyapman. Bu kim siqib yormasin deyapman-da. Ha. Yaxshi bo'lib ketadi. Doktorga bordingizmi? Ukam bordim. Hozir doktordan kelyapman. Ko'rdi. Aka hech nima emas, qo'rqmang, yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Malham surib qo'ydi, bo'ldi. Ha, tushunarli. Yig'ilish qachon ekan ukam? Yig'ilish soat 2da. 2da? Bugun juda ham muhim yig'ilish. Kattakonlar kelyapti. Bugun ko'pchiligimiz taqdirimiz hal bo'ladi shekilli. Shuning uchun ham keldim-da ukam. Mazam bo'lmasa ham bu rahbariyatga yomon ko'rinmayin dedim ukam. Oilaviy sharoitim bilasan. Ishlab turmasam bo'lmaydi. Ha, bilaman aka, bilaman. Shuning uchun harakatingizni qiling. Yaxshi, yig'ilishga kirarsiz. Bo'pti, kiramiz bo'lmasa.
Islom aka. Qarab oling. Hallaba xo'jayin. O'tiring. Xullas, bugun katta rahbarimiz keladi. Xabaringiz bor-a? Ha, xabarim bor. Nima qilay? Suv quyaymi tagiga? Kallangiz bormi? Nimaga suv quyasiz? Gullarni tagiga demoqchi edim. Ha, o'sha gullarni tagiga suv quying. Ha. Keyin bu shox-shabbalarga, daraxtlarga e'tibor bering. Hammasi zo'r bo'lsin. Xo'p. Hushyorroq bo'ling. Xo'p bo'ladi. Yana gap eshitib qolmaylik. Ha, yo'q ha. Hozir. Alo. Alaykum assalom. Ha, nima deysan? Atelyega nom kerak. Sen kallang bormi? Atelye ochib bering deding, ochib berdim. Men senga tikuvchilarning ichida yurgan odamman. Qayerdan bilaman qanaqa nom qo'yasan? O'zing biror narsa o'ylab topgin-da. O'ylab topa olmayapsan? Hozir keliningizga atelye ochib berdim. Shunga biror bir yaxshiroq nom yo'qmi? Nom qo'yish kerak ekan. Nom? Shu atroflarda raqobatchilar bormikan? Hozir. Mana qara, o'sha ko'chada bironta ana yana atelyelar bormi yo'qmi? Bor ekan, ikkita bor ekan. Ikkita? Ha? Nomi nima ekan? O'shalar nomi nima? Aha. Ha. Xullas, o'sha ko'chada ikkita atelye bor ekan. Birinchisining nomi O'rta Osiyodagi eng zo'r atelye ekan. Oo. Ikkinchisining nomi dunyodagi eng zo'r atelye ekan. Oo. Ha. Kelinga ayting. Shu ko'chadagi eng zo'r atelye deb nom qo'ysin. Tushunmadim. A shunda ikkitasidan ham zo'r atelye bo'ladi-da. Hada? Kallangizga qoyilik. Bunday aql zakovat bilan nima qilib bog'bon bo'lib yuribsiz, hayronman. Gaplashamiz. Mana qara, senga zo'r nom topdim. Sendaqalar faqat bog'bon, qorovul joylarini bo'sh qoldirganingdan keyin nima qilay? Yog'li joylarga qarindosh urug'ingni tiqib qo'ygan bo'lsang, yana aql zakovat deysan? Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zing yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Majlisga hamma tayyormi? Ha, hammasi tayyor. Ishqilib, haligi bloger jurnalistlar yo'qmi? Yo'q. Ularda hech qaysini xabari yo'q. Kelsa ham kirgizmaymiz. Keyin hamma majlis qatnashuvchilarini telefonlarini ham olib qo'yganmiz. Hammasi toza. Faqat matbuot kotibimiz bor. Ha, u o'zimizniki. O'zi sani xodimlaring juda ham mehnatsevar, yaxshi xodimlar. Shunday. O'ylaymanki, bugun hech kimni ishdan olmaymiz. Albatta. Bilasiz-ku, sizga sadoqatimizda chegarasi yo'q. Axir doim xizmatingizdamiz. Yur bo'lmasa. Ha? Ana, marhamat boshliq, ketdik. Hasan aka, nima qo'lingizga qo'l qop taqib olganmisiz? Oling, katta boshliq kelyapti. Sizdan hammamiz gap eshitamiz. Qo'lim yara, og'riyapti, jonim og'rib ketyapti. Oling. Bo'ladimi mana shunday? Ha, bor ekan. Ana kelyapti. Marhamat. Bular xodimlarimiz. Bizning eng muhim, eng faol xodimlarimiz. Yaxshi. Islom aka, faxriy xodimlardan. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Ilg'orjon, yosh kadrlardan. Yaxshimisan uka? Assalomu alaykum. Sonlaring yaxshimi? Ishlarga rivoj. Rahmat. Nigoraxon. Assalom. Nigoraxon emas, atirgul deng, atirgul. Ha, gul. Ha, bunaqangi chiroyli atirgullar boshqarmada bo'lish kerak. Darhol jo'nating. Bo'ldi. Ishga boshqarmaga o'tasiz. Hop. Ish qilamiz. G'iyos aka. Yaxshimisiz? Salom.
Hasan aka. Assalomu alaykum. Yuring boshliq. Hamma joy mana ko'rib turibsiz, toza, ozoda, gullar ekilgan, daraxtlar ham joyida. Albatta tozalikka e'tibor beringlar deysiz-ku. Hammasi joyida-yu. Lekin mana bu oxirgi chol nega menga basharasini burishtiryapti? E'tibor bermang. Endi yoshi o'tib qolganda kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Odam farqiga bormaydi. Albatta jazolayman. Tezroq jazolaysan. Xo'p bo'ladi. O'zim nazorat qilaman, xo'pmi? Bo'ldi, boshliq. Qani, marhamat. Boshla. Aha. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hamkasblar. Mana bugun yil sarhisobini o'tkazish uchun hurmatli rahbarimiz G'olib Tolibovich shaxsan o'zlari yetib keldilar. Marhamat qilib minbarimizga hurmatli muhtaram rahbarimizni taklif etsak. Assalomu alaykum. Hurmatli mehnatsevar, mana shu ishga muhabbati bor xodimlar. Mani juda iliq kutib olganingizdan minnatdorman. Sizdek xodimlar bor ekan, biz yana rivojlanaveramiz. Rahmat qarsanglar uchun. Yil hisobidan gapiradigan bo'lsak, juda ham yutuqlarimiz yaxshi. Kamchiliklarimiz ham bor. Lekin harakatimiz, mehnatga bo'lgan muhabbatimiz tufayli ishlarimiz yaxshi. Mana o'zim misolimda qaraydigan bo'lsam, bir kunda 2 soat, 3 soat uxlayman. Men o'ylaymanki, bu yerdagi xodimlar ham xuddi shunaqa. Lekin men kelishimda ayrim xodimlar yaxshi munosabat bilan kutib olishmadi. Ular ishga ham munosabat yaxshi emas. Unaqa insonlar boshqa xodimlarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bularni albatta ko'rib chiqamiz. Meni kelishimni yoqtirmadimi? Demak, aynan o'sha xodimni ishida, o'zida kamchiligi bor. Bunday xodimlar nafaqat menga, ishxonaga ham o'z yomon ta'sirini o'tkazadi. Bularni albatta jazolaymiz. Nigoraxon, siz mashinaga chiqib o'tiring. Xo'p bo'ladi. Keladi. Boshqarmada ozgina hujjat ishlari bor. O'shanga yordam beradilar-u, qaytadilar. Xo'p bo'ladi, boshliq, siz nima deysiz shu? Menga qara. Ana u qari tulki nimaga yana menga basharasini burishtiryapti? Ha? Shuncha gap gapirdim. Na qarsak chalyapti, na e'tibor beryapti. Sezdim, boshliq, sezdim. Bo'ldi, jazolayman. Jazola. Qattiq jazola. Qolganlarga ham o'rnak bo'lsin. Hamma hurmatini bilib ishlasin. Bu qari tulki qarsak ham chalmadi-ya. Xo'p bo'ladi. Tushuntirish ishlarini albatta olib boraman. Yaxshisi boshliq, ishdan olaman. Nafaqaga chiqarib yuboraman. Axir sizdek insonga qarsak chalmaslik bu gunoh-ku. Ishdan ketsin. Agar ishdan ketmasa, keyingi safar kelganimda o'zing ishdan ketasan. Bo'ldi boshliq, tushundim. Sog' bo'l. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p, sog' bo'ling. Xullas, ishlar qoniqarsiz. Rahbardan faqat negativ gaplar eshitdim. Bunaqa ishlash bo'lmaydi.
barchangiz o'zlaringizni o'zgartirasizlar. Tushunarlimi? Hasan aka, eshitaman xo'jayin. siz arizangizni yozing. Biz bilan hamkasb bo'lishga sizning haqqingiz yo'q. Muhtaram, hurmatli rahbarimizga qarsak ham chalmadingiz. Xo'jayin, men sizga hammasini hozir tushuntirib beraman. Hech narsani tushunmayman. Hech qanaqa gap eshitmayman. Yo arizani o'z xohishingiz bilan yozing, yoki sharmandalarcha sizni bo'shataman. G'iyos aka, tez arizasini oling. Hoziroq olaman boshliq. Hammalaring ikki quloqlaring bilan eshitib o'ylar. Muhtaram rahbarimizga qarsak chalmaslik bu og'ir gunoh. Bu inson hammangizga o'rnak bo'lsin. Muhtaram rahbarimizga qarsak chalishni ayadingizmi? Biz bilan hamkasb bo'lishga noloyiqsizlar. Aktyorligingizni teatrda qilasiz. Bu odamni olib chiqib tashlaylar. Ko'zimga ko'rinmasin. Xo'p bo'ladi. Hamma qarsak chaldi, sen chalmading. Meni gaplarim senga o'yinchoqmi? Menga qarsak chalmading. Menga qarsak kerak. Nega chalmading? Nega qarsak chalmading? Xo'jayin, qo'lim yaraydi xo'jayin. Yara bo'lsam chalishing kerak edi. Yarani ustidan chalishing kerak edi. Qarsak chalishing kerak edi. Menga qarsak kerak. Qarsak! Qarsak chalmading, qarsak! Kerak. Qarsak! Qarsak chalmading, qarsak! Va nihoyat ko'zingizni ochdingiz aka. Qo'rqitib yubordingiz-ku. Menga nima bo'ldi? Infarktni boshdan o'tkazdingiz. Ishxona nima bo'ldi? Qanaqa ishxona? O'zingiz o'ylasangizchi, bir o'limdan qoldingiz. Ish ochmang, iltimos. Boshliq bilan men ulab bering. Boshliqdan keyin G'olib Tolib ishdan uzr so'rashim kerak. Ular mendan xafa bo'lmasin. Ularning hamma gapiga qo'shilaman. Ularga sodiqman. So'nggi nafasimgacha ularga qarsak chalaman. Iltimos. Sizga hayajonlanish mumkin emas. Ishni o'ylamang. Siz allaqachon nafaqaga chiqarilgansiz. Nima? Yo'q. Yo'q. Yigit, aka, ko'zingizni oching. Aka, hamshira, hamshira, bu yoqqa qarab olinglar, kim bor? Siz mol doktorsiz, veterinar. Qanaqa? Bilasizmi? Ta'tildan keyin birinchi kun ishga chiqqan odam o'zini birinchi marta borgan bog'cha. What? Shar o'rtoq, o'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob. Yuzlariga tortishar shirin shapaloq.